kitobni bir oy davomida sharhlaganda hali o'zbek tilida yo'q ekanda deb aytgandi va bugun mana shu kitob o'zbek tilida bor. Qizlar ta'lim olsa, ayollarimiz ta'lim olsa, ertangi kelajak ham ta'lim oladi. Men qo'rqmasdan aytaman, ularda ichida yozilgan narsalar juda ko'pini bilasiz, lekin masala nimada iborat deyilganda amaliyotda qo'llash. Kitob o'qiganda haqiqatda boshqa bir dunyoga tushib qolish hissi bor, buni ko'pchilik his qilgan. Kitob o'qirkansiz, siz matnni o'qimayapsiz, muallif bilan gaplashyapsiz. Qaysi bitta ishim qolgan hamma ishimga yordam beradi. Birinchi o'qidim-u, tamom buni o'zbekchaga chiqarish kerak dedim. Lekin balansi nimada ushlash kerak-ku va nimada ushlamaslik kerak. Ya'ni yagona narsani topib olishim kerakmi desiz, ana o'shanda bu kitob mantiqi sizni to'g'ri yo'lga yo'naltiradi. 500 mingdan ko'proq kim qancha narx aytadi? 1,5 million 3 sotildi, bo'ldi. Shu nashriyotlarni muxlisi sifatida men avvalambor kattakon rahmat aytmoqchiman. Assalomu alaykum, qadrli mehmonlar, hurmatli ilm ahli, aziz yoshlar. Sizlarni yana bir xayrli tashabbus avvalda ko'rib turganimizdan juda ham xursandmiz. Xush kelibsiz. Bugun barchaga ma'lumki, yig'ilganimizning asosiy sababi eng avvali Inson nashriyoti tomonidan taqdim etilayotgan, chop etilgan yagona narsa kitobining taqdimoti bo'lib o'tadi. Har bir insonda yashirin iste'dod bo'ladi va albatta mana shu kitob yashirin iste'dodni anglagan holda oldinga intilishni, xayrli tashabbuslar ko'rsatishga undaydigan kitob hisoblanadi. Kitob haqida ma'lumot beradigan bo'lsam, hozir menimcha kitobga qiziquvchilar kamayib qolishi mumkin. Shu sababli kelinglar, so'z avvalni qadrli mehmonlarimizdan, hurmatli mehmonlarimizni taklif etgan holda kitob haqida munosabatlarni, o'zi aslida ilmga bo'lgan munosabatlarni bilgan holda tadbirimizni davom ettirsak. Dastlabki so'z esa Qamar kitob do'koni asoschisi va rahbari Jamoliddin Muhammadjonga bo'ladi. Keling Jamoliddin aka. Assalomu alaykum, xush kelibsiz, marhamat. Assalomu alaykum. Kutilmaganda so'zga chiqarib qo'yishdi. Men bunaqa kitob haqida gapirib beradigan o'zi odamlar bor. Ya'ni u kitob orqasida katta mehnat qilinadi va biz kitob sotuvchisimiz. U hozir agar iloji bo'lsa Temurbek siz keling. Shahzodni ham chaqiring. Xo'p, assalomu alaykum hurmatli mehmonlar. Najot ta'limga xush kelibsizlar. Ochig'i shaxsan o'zimga ham bu kitob taqdimotlari juda yoqib qoldi. Davraga Shahzod akani ham chaqirsam, birinchi o'rinda Qamar nashriyoti hamda Qamar kitoblar do'koni hamda Inson nashriyotining o'zaro hamkorligi, ular shu paytgacha nima ishlar qildi? Shahzod aka bilan ham avvaldan Shahzod aka keling. Aka keling, sizlar o'tirsizlar avvalo. Assalomu alaykum va rahmatulloh. Xush kelibsizlar. Ko'rganimizdan rosa xursand bo'ldik. Ilm tadbirida, ilm majlisiga ko'rganimizdan rosa xursandmiz. Xudo barakatini bersin majlisimizga. Xo'p, Shahzod aka bilan biz Mahatda birga o'qiganmiz. Bizdan bir kurs baland edingiz va Azon uzda birga ishlaganmiz. 2017-yildan beri ya'ni birga faoliyat ham olib borganmiz va hozir qilgan ishlari haqida biroz savol bermoqchiman, chunki nafaqat Inson nashriyoti, undan oldin sizlar Misbah degan nashriyot kitoblarni o'qigan bo'lsanglar kerak. Ularda ham Shahzod aka asoschi hisoblanishadi. Shu bilan birgalikda Penguin Books'ni Qamar hamda birgalikda Shahzod aka, ya'ni Jamoliddin aka birgalikda boshlagan loyihalari va bularda ham anchagina katta ishlar qilingan. Shahzod aka, umuman loyihalar haqida avvalo gapirib bersangiz. Xo'p, noshirlik faoliyatini 2020-yilda boshlaganmiz, karantindan keyin. Misbah nashriyoti bilan boshlaganmiz. 6 yildan beri Misbah nashriyoti faoliyat yuritadi. 100 ga yaqin kitoblar nashr qilganmiz Misbah nashriyotdan. Undan keyin Jamoliddin akamlar bilan hamkorlikda 24-yilda Penguin Books nashriyotini ochdik. U ham nashriyotda 60-70 ga yaqin kitoblar nashr qildik. Va o'zimizni yangi yo'nalish bo'lgan Yevropa adabiyoti, Afrika adabiyoti, Amerika adabiyoti bilan tanishtiradigan loyihada sinab ko'rmoqchi bo'ldik va shunda Inson nashriyotini 1 yil oldin taxminan faoliyatini boshladik. Hozirga qadar 10 ta mana bu yagona narsa kitobi 10-kitobimiz endi xudo xolasa. Xo'p, shunda Shahzod aka, Misbah nashriyoti ham bor edi. Endi Inson nashriyoti, ikkalasining asosiy farqi shunda nima bo'lyapti?
Misbah nashriyoti asosan yoshlarga, o'smirlarga, yoshlarga 30-35 yoshgacha bo'lganlarga xitob qiladi. Islom tarixi, islom madaniyati, allomalarimiz tarixi, ularning hayotlari kabi shunaqa kitoblarni nashr qilamiz. Ya'ni sal boshqacha aytsam, musulmon bo'lgan adabiyotga, musulmon bo'lgan adabiyotga bag'ishlangan nashriyotimiz Misbah nashriyoti. Endi Yevropa adabiyoti, Amerika adabiyoti, Afrika adabiyotini tanishtiradigan nashriyot sifatida inson nashriyotini boshlaganmiz. Xo'p, rahmat kattakon. Jamoliddin aka, qamar bo'yicha savol bermoqchiman. Avvalo rahmat aytaman sizga. Sababi juda ko'p nashriyotlarni qo'llab-quvvatlab kelyapsiz. Chunki mana agar kimdir nashriyot sohasining ichida odamlar bo'lsa biladi, mabodo nashriyot ochgan taqdiringizda ham u kitobni sotuvi bu alohida ilm. Men qo'rqmasdan aytaman, siz balki yaxshi tarjimondirsiz, yaxshi muharrirdirsiz, kitobda balki pul topib chiqararsiz ham, lekin uni xalqqa yetib borish, ya'ni o'qiydigan insonlarga yetib borish bu alohida ilm va qamar kitoblar umuman madaniyatni rivojlantirishdagi eng katta roli bu kitoblarni sotuvini bir tizim orqali, ya'ni nafaqat kitoblar do'koni orqali, balki nashriyot orqali ham yo'lga qo'yayotganligi, ya'ni umuman sotuvini hamma O'zbekistonda har bir joyiga kitoblarni yetkazib berishda juda katta roli bor. Jamoliddin aka, shu haqida ham gapirib o'tsangiz, qamarda o'zining maqsadi nima? Hozir nechta nashriyotlar bilan qanaqa uslubda ishlab keladi? Boya aytganimdek, o'zi kitob to'g'risida gapirishga haqliroq odamlar bor edi. Lekin Allohning tavfiqi bilan o'zimiz loyiq bo'lmasak ham shu narsaga sazovor qilib qo'ydi. Va endi bu o'zi faoliyatimiz bo'yicha aytadigan gapim unaqa juda katta ish qilmaganmiz, lekin butun dunyoda qo'llab kelinayotgan tajriba amaliyotni o'zimizni, ya'ni lokallashtirish bilan shug'ullandik va buni uddasidan chiqdik deb o'ylayman. Endi Jamoliddin aka, siz endi tortinchoq odam sifatida endi hech narsa qilmadi deyapsiz, lekin agar kimdir Chorsudan o'tsa, hamma kitob do'konlarida odam kamligini ko'rsa ham, qamarda doim navbat borligi seziladi. Ya'ni men bu gapni nafaqat ijtimoiy tarmoqlarda o'qiganman, balki jonli guvoh ham bo'lganman. Ya'ni bu katta ish bor aslida. Menga bir kishi aytgan edi. Men qamarda kichkina bir kitob do'koni deb o'ylardim. 3-4 odam ishlasa kerak deb o'ylardim. Keyin bilsam 80 ga yaqin odam ishlar ekan deb aytgan edi. Katta ish bor aslida bu va e'tirof qilinishi kerak. Rahmat. Xo'p, Jamoliddin aka, nashriyotlar bo'yicha nechta nashriyotlar bilan ishlab kelasizlar? Qanday qilib ular qo'llab-quvvatlayapsizlar? Chunki aslida katta ish bo'lyapti-ku bu yerda. Nafaqat kitob do'konida o'zida, balki sizlar boshqa insonlarga ham yetkazib berasizlar buni. O'zi kitob sotuvi bu o'quvchining qo'liga kitob yetib borishi bu katta bitta zanjirni bir nechta halqalaridan iborat bo'lgan jarayon. Ya'ni biz bu jarayondagi balkim bitta yoki ikkita halqasimiz. O'zi bu juda katta jarayon. Buni qog'oz importidan boshlab uni ichiga ishlatiladigan kleylari, o'sha xom ashyosi, keyin matbaada o'sha uskuna dastgohlari, hamma narsa alohida boshqa ishlar hisoblanadi. Ya'ni buni bitta qismi o'zi kitobni nashrga tayyorlash bitta bosqich bo'lsa, uni matbaa xizmati, ya'ni chop qilish umuman boshqa ish. Ya'ni bir-birini to'ldirgani bilan, lekin umuman boshqa sohalar hisoblanadi. Va bu kitob sotuvi umuman boshqa soha hisoblanadi. Ya'ni ayri hammasi bir-biridan farqli sohalar. O'shaning uchun hamma o'zining ishini qilishi, xotirjam o'zining ishi bilan shug'ullanish uchun bizda masalan nashriyot noshirlik bilan xotirjam shug'ullanishi uchun o'zi sotuv shunaqa narsaki, kitob do'konlariga o'zingizni kitobingizni bir pochka, ikki pochka qilib olib borib berib, keyin uni puliga borib, hali sotilmadi degan gapini eshitish de o'zi sotuv. O'sha narsadan ijod mana shu noshirlarni o'sha narsadan forig' qilish uchun, ya'ni biz o'shanga xizmat qilamiz. Jamoliddin akam o'zi juda kamtarlik qiladilar, katta ish o'zlari. Biz kitobni tayyorlaymiz, uni o'quvchiga yetkazib berishni o'zi juda katta narsa. Menimcha, qamar bugun maktabga aylanishga ulgurgan bir jamoa desak bo'ladi. Chunki qaysi nashriyotga qarasak, SMMchilari, marketinglari qamardan chiqqan bo'ladi. Misol uchun bizning marketing jamoamizning hammasi jamoasi qamardan chiqqan hisoblanadi. Najot bilan qamar yetkazib bersa kerak. Ya'ni katta maktabga aylanib bo'lgan joy hisoblanadi deb o'ylayman endi. Bizdan boshqa ko'plab nashriyotlarni ham qarasak, qayerda ishlagansan? Qamarda ishlaganman. Portfoliyosini ko'radigan bo'lsak, albatta qamar bo'ladi agar kitob sohasi bo'ladigan bo'lsa.
Xo'p, kecha ham bitta reels ko'rib qoldim. O'zi Azon kafeda olingan hozirgi maskanda. Juda zo'r chiqqan video. Men o'zim yozib qo'ydim, nimaga bu qamar videolari menga buncha qo'radi degan ma'noda. Haqiqatdan kecha ham aytdim, marketing jamoa tez o'zgargani bilan ba'zida shunaqa bo'ladi. Men brendlar tushunaman, o'zimizda ham doim shu, ya'ni marketing jamoa tez yangilanib turadi. Qamarda jamoa o'zgargani bilan lekin bilinmaydi. Haqiqatdan marketing jihatidan trendsetter bo'ldi qamar va yuritilayotgan reelslar, kontentlar o'ziga tortadigan bir uslubda va qadriyatlar ushlab qolgan bir uslubda saqlagan. Va buning uchun alohida qamar jamoasi bemalol bu bilan faxrlansanglar bo'ladi va men aynan shu trend yaratganinglar bilan sizlarni barchalarni tabriklayman. Rahmat. Xo'p. Endi kitob bo'yicha bizda Xurshid aka Marozikov akamiz bor, ularda yopiq kanallar bor edi. Meni shu kanalga qo'shib qo'yishdi bundan 1 yilcha avval. Va Xurshid aka aynan shu kitobni 1 oy davomida sharhlashgan. 1 oy davomida va men buni to'liq audiosini eshitganman. Birinchi bor Farruh ukamiz bizga shu kitob haqida aytganda, keyin Shahzod aka bilan ko'rishganda ularga ham aytdim. Kitobni 1 oy davomida sharhlaganda hali o'zbek tilida yo'q ekanda deb aytgandim va bugun mana shu kitob o'zbek tilida bor. Va kitobda o'zi endi so'raymiz mana Shahzod akadan nima uchun aynan bu kitob tanlashgan. Shaxsan o'zim audiosini eshitgan inson sifatida aytaman, bu kitobda albatta o'qish kerak. Bundagi berilayotgan formulalarni eshitganingizda aytasiz, "Ha, men bularni bilardim" deysiz. Men qo'rqmasdan aytaman, bularda ichida yozilgan narsalar juda ko'pini bilasiz, lekin masala nimada iborat deyilganda amaliyotda qo'llash. Ya'ni buni qanday qilib hayotga tatbiq qilish mumkin? Qanday qilib hayotingizdagi nimadir o'zgartirish amalga oshirsa bo'ladi. Kitob aynan shu haqida deb o'ylayman. Ya'ni muhim nuqta va o'sha muhim nuqtadan siz o'zingiz uchun haqiqiy bir hayotingizni o'zgartiradigan narsani kashf qilish haqida. Kitob shaxsan o'zim shu narsa deb o'ylayman. Shahzod aka, nima uchun aynan bu kitob tanlab oldinglar va kitobdan o'qigan insonlardan qanday o'zgarishlar bo'ladi deb hisoblaysiz? Xo'p, o'zi nashriyotimiz nomiga qaraydigan bo'lsak, inson deb qo'yganmiz nashriyotimizni. Nega o'zi inson deb qo'ygan bo'lsak, biz Alloh taolo Qur'oni Karimda biz odam farzandini mukarram qilib yaratdik, uni ko'plab mahluqotlarni yaratgan mahluqotlarimizdan ustun qilib yaratdik deb aytgan. Mana shu insonni yaxshilikka ham xizmat qilish mumkin, insoniyligiga, yomonlikka ham xizmat qilish mumkin. Biz nashriyotni ochgan paytimizda inson ham o'quvchilarni ham aqlan rivojlantiradigan, ham ruhan rivojlantiradigan, ularning hayotlariga mazmun olib kiradigan kitoblar qilish niyat qilganmiz. Shu borada bir qancha kitoblar tayyorladik. Misol uchun birinchi kitobimiz Ko'rlik kitobi. Ko'pchilik bizni Ko'rlik kitobi bilan taniydi o'zi. Ko'rlik kitobini tanlayotgan paytimizda insonni agar kuzatadigan bir zoti bo'lmaydigan bo'lsa, qanday razilliklarga borishi, agar qalbi toza bo'ladigan bo'lsa, har qanday razillikning ichiga tushgan paytda ham yaxshilik bilan chiqib ketishini tushuntirmoqchi bo'lganmiz. Ya'ni biz nashriyotda aynan bir jamiyatdagi muammoga, insonda bo'lgan muammoga yechim bo'ladigan kitoblarni tanlashga harakat qilamiz. O'zi marketing jamoaga ham aytamiz, Jamol akam bilan ham ko'p gaplashamiz. Biz kitoblarimizni hamma o'qishini xohlamaymiz. Kitob chiqargan paytimizda aynan yo'naltirilgan auditoriya o'qishini xohlaymiz o'zi. Misol uchun farzand tarbiyasiga doir kitob chiqarganmiz. Hermen Hesseni G'ildiraklar ostida degan kitobini nashr qilganmiz. Uni murabbiylar, o'quv markazi boshliqlari, maktab direktorlari, o'qituvchilar, ota-onalar, ya'ni o'qituvchilar o'quvchiga nima uchun bosim qilish kerak emasligi uchun, ota-onalar esa o'zini orzularini farzandlarida ularni amalga oshiradigan bir olat, asbob sifatida ko'rmasligini tushuntirib berish uchun qilganmiz. Ya'ni misol uchun Hal qiluvchi davr degan kitobimiz bor. 20-30 yosh oralidagi insonlar uchun qo'llangan. Biz yoshlarda ko'ramiz, stressni ko'ramiz, ko'p o'zini anglashni, o'zini angla olmasligini, doimo o'zini qidirish degan narsalar bo'ladi. Shunga yechim berish uchun misol uchun 20-30 yosh oralig'ida Hal qiluvchi davr degan kitobimizni nashr qilganmiz. Ya'ni bizning kitoblar aynan bitta auditoriyaga yo'naltirilgan bo'ladi va faqat o'sha auditoriya o'qishini xohlaymiz. Chunki insonni vaqti qadrli, behuda narsalarga sabab bo'lmaydi. Ya'ni vaqtini befoyda sarflashni xohlamaymiz biz sababidan. Yagona narsa kitobida bugungi kunda inson hamma narsaga o'rgishga harakat qiladi. Hammamiz shunaqamiz. Ya'ni hamma narsa eng birinchi o'rinda turadi menga deymiz. Butun ishlarni eng muhimi deb bilamiz. Intizomli hayotga intizomimiz bir paytning o'zida ko'p vazifalarni bajarishga harakat qilamiz, lekin odatda bu narsalar tartibli hayotga harakat qilish bizni stressga tushirib qo'yadi, qiyinchilikka tushirib qo'yadi. Hech narsaga vaqtimiz bo'lmaydi. Ota-onamizga ajratishga vaqtimiz yo'q, farzandimizga ajratishga vaqtimiz yo'q. Faqat ish deb yuraveramiz, lekin aslida kunning oxirida borib qaragan paytda qo'limizda hech narsa bo'lmaydi. Mana shu narsaga yechim bo'ladi degan ma'noda yagona narsa kitobini tanlaganmiz.
Xo'p, rahmat kattakon. Xo'p, endi shaxsan o'zingiz kitobni o'qigan odam o'zini hayotida nima o'zgarishlar his qiladi deb hisoblaysiz? O'zi kitobni hayotga ta'sir qiladimi desa, hayotga ta'sir qiladi. Xo'p, kitob o'zi umumiy ma'noda o'rgatadigan narsasi hayotingdagi barcha narsalar eng muhimi bo'la olmaydi. Ularning orasidan eng muhimini tanlab 100% ishing bo'ladigan bo'lsa, shularning orasidan eng muhimi 20% bo'ladi. Mana shu 20% ni tanlab, o'shani ushlab olib, o'shanga tomonga harakat qilishing kerak degan g'oyani ilgari suradi. Hali kitob haqida batafsil gapirsak, yana Xudo xohlasa ko'ramiz. Xo'p, hayotga ta'sir qiladimi? Hayotga ta'sir qiladi. Xo'p, nimani o'rgatadi bizga? Eng muhim bo'lgan ishimizni belgilab olib, o'sha bilan ovora bo'lishimiz kerakligini o'rgatadi. Bizni jamoada sezildi. Bu kitob tayyorlanayotgan paytda men Turkiyada safar dedim, Temurbek. Bir ishxonada 20 kuncha bo'lmadim. Turkiyadan safardan qaytgandan keyin bosh muharrirga yozyapman, javob bermayapti. Nega javob bermayapti deyapman. Yana vaqt o'tyapti. Bugun mazasi bo'lmasa kerak deyapman. Kech javob beryapti. Yana ma'lum bir muddat o'tgandan keyin ertasi kuni telefon yozsam yana haligidan Telegramdan yana javob bermayapti. Yana peshindan keyin javob beryapti. Nima bo'ldi ekan deb o'shaman deb telefon qilsam, aka biz kitobni tayyorladik, bizga rosa qattiq ta'sir qildi. Eng muhim ishimizni, tahrir jarayonlarini, ijodiy jarayonlarni kunni birinchi qismiga belgiladik-ku, ikkinchi darajali ishlarimizni kunni ikkinchi qismida qoldirdik dedi. Bu boshida bizga yoqmadi. Tabiiyki endi xodimga yozgan paytda javob bermaydigan bo'lsa, ba'zan tushunmovchilik bo'ldi, lekin men ham ko'nikdim shunga. Ya'ni nimadir vazifa bermoqchi bo'lsam, kutib turaman peshindan keyin bo'lsa, keyin haligi mana bunday qilsak yaxshi bo'ladi deb yozadigan bo'ldim. Ya'ni hayotga haqiqatda ta'sir qiladi, tartiblashga. Hayotimizni tartibli, hayotimizni tizimli qilishga olib boradi. Ya'ni hamma ishni bajarishga ulgurmaysan. Bittasini tanlagin. Xo'p, bittasini tanlasang, boshqa ishlaring yaxshi bo'lib ketadimi desa, yo'q, yaxshi bo'lib ketmaydi. Boshqa ishlar parokanda bo'lishga, boshqa ishlar bitmaslikka rozi bo'l deydi kitob. Xo'p, tushunarli. Xudo xolasa kitob haqida yana boshqa mutaxassislarimiz, kelgan mehmonlarimiz gapirsa maqsadga muvofiq bo'ladi. O'ylaymanki, inson nashriyotini bu qilayotgan ishlari tahsinga sazovor. Hozir menga murabbiylar haqida kitob aytdingiz, menga juda ham yoqdi. Va shunaqa zo'r gapirdingiz, men avval eshitmagan ekanman o'sha kitob haqida. Murabbiylar haqida aytdingiz, ta'lim muassasalariga mos bo'lgan kitob. Herman Hesseni G'ildiraklar ostida kitob o'zi. Roman o'qisa, Xudo xohlasa foydali bo'lsa kerak ko'pchilikka. O'zim o'qib ko'rmoqchiman shu kitobni ham. Rahmat kattakon, Qamar jamoasiga ham alohida rahmat, shu loyihani qo'llab-quvvatlab nashriyotlarda bugun yuzaga chiqishga, bugun omma oldiga chiqib, ya'ni birgalikda harakat qilinayotganligi uchun alohida rahmat aytaman. Mana shunaqa tadbirlarda biz har doim ochiqmiz, bemalol bu kabi tadbirlarda davomiy tarzda o'qisak bo'ladi. So'zni endi boshqa mutaxassislarimizga beramiz. Rahmat kattakon. Temurbek aka, Jamoliddin aka, Shahzod aka rahmat aytamiz sizlarga. Mana Temurbek aka o'zi yaxshi bir xayrli ishni yo'lga qo'ydilar-da. Oyda hech bo'lmasa mana shu dargohda, Najot ta'limda hech bo'lmaganda 2-3 ta kitob taqdimoti bo'ladi. Va eng yaxshi tomoni taqdimotdan avval endi kitob bilan tanishishga harakat qilaman, o'qib chiqishga harakat qilaman. Men o'zim ham oyda hech bo'lmaganda 3 ta 4 ta kitob o'qiyapman-da. Shu tomonda har bir insonga foydali bo'lyapti. Mana shunaqangi loyihalar, yaxshi loyihalar, xayrli ishlar yo'lga qo'yilayotganidan juda ham xursandmiz. Avvallari shunaqa, yaqin o'tmishda ham shunaqa gap bo'lardi, yoshlarimiz kitob o'qimayapti yoshlar degan gap bo'lardi. Hozir bir narsaga amin bo'ldim, yoshlarimiz kitob o'qiyapti. Faqat qanday o'qishi kerak ekanligini biz yetkazib bera olmayotgan ekanmiz. Hozirgi nashriyotlar mana shunaqangi xayrli tashabbuslarni, xayrli ishlarni yo'lga qo'yib, mana shunaqangi ko'plab yoshlarni bir joyga jam qilayotganini o'zi ham bu yoshlarimiz ertangi kunimiz, ertangi kelajagimiz va asosiysi qizlar ekanligini ko'rib juda ham xursand bo'ldim. Qizlar ta'lim olsa, ayollarimiz ta'lim olsa, ertangi kelajak ham ta'lim oladi. O'qiydigan avlodni yaratadi ular. Rahmat hammaga va suhbatimizni davom ettiramiz, taqdimotimizni davom ettiramiz. Endigi navbat esa Cambridge hamda Jahon School asoschisi mehmonimiz Jahongir Po'latovga. Jahongir aka, assalomu alaykum. Keling, xush kelibsiz. Hammaga assalomu alaykum. Xush kelibsizlar. Men to'g'risi kitob taqdimotida birinchi marta qatnashishim. Kecha biz Jamoliddin aka bilan ko'rishgandik va o'sha ozgina suhbat qildik, gaplashdik. Shundan keyin biz ham mana Temurbek akani izidan
Kembridge o'quv markazida mana shunaqa taqdimotlar o'tkazish g'oyasini ilgari suradigan bo'ldik. Xudo xolasa, mana shu may oyidan boshlab Kembridge o'quv markazida ham xuddi shunga o'xshash taqdimotlarni o'tkazamiz. Chunki biz endi ingliz tiliga ixtisoslashgan bo'lganimiz uchun asosan o'quvchilarni inglizcha kitob o'qishga targ'ib qilardik, lekin bizdagi quyi darajada o'qiydigan o'quvchilar inglizcha kitob o'qiy olishmaydi, badiiy kitobda. Shuning uchun biz o'zbekcha kitoblarni ham targ'ib qilishni yo'lga qo'yishni bir niyat qildik. Endi bu kitobni men kecha berishdi va o'sha menga aytishdi, agar o'qib kelsangiz bir narsa deb gapirasizmi deb. Men to'g'risi ozgina bir internetda kitobni xulosasini bir o'qidim. Endi shuning uchun kitob haqida bir fikr bildirmoqchi emasman. Sababi bu fikrim bir yoqlama bo'lib qolishi mumkin. Lekin men o'z umuman endi bu yerdagilar ko'pchilik albatta doimiy ravishda kitob o'qib yuradi. Kitob o'qishning bir ta'siri haqida qisqacha aytib bermoqchiman. Men o'zimda bo'lgan holat. Bugun ertalab yugurishga chiqdim ko'chaga, bir 1,5 soat mobaynida yugurdim va bitta kitobni mutolaadan qo'ydim eshitishga. Imom al-Buxoriy haqidagi Sohilsiz dengiz degan kitobni va taxminan yarmigacha eshitib bo'ldim. Endi yugurish tugadi, telefondan yig'ishtirdim. Keyingi yumushlarni davom ettirishni boshladim va sezyapman miyamda ertalab qanaqadir bir voqea bo'lgan, o'sha voqeani qanaqadir izlari aylanyapti. Men tushunmayman, men hali hech kim bilan ko'rishmadimmi deb. Shunaqa bir boyga aytadi-yu, unconsciously miyani o'sha ichki miyada shunaqa bir fikr aylanyapti. Keyin men tushundimki, bu kitob o'qiganda o'sha kitobdagi voqealar miyamda aylanayotgan ekan. Aytmoqchi bo'lganim, o'sha kitob o'qiganda haqiqatda boshqa bir dunyoga tushib qolish hissi bor. Buni ko'pchilik his qilgan va shu sababli ham hozirgi holatda o'ylayman, istalgan usulda mashina haydab ketayotganda bo'lishi mumkin, uyda ish qilayotganda bo'lishi mumkin yoki sport bilan shug'ullanayotganda turli xil mana podkastlar ham ko'rsa bo'ladi, lekin kitoblarni eshitish bir o'zgacha bir zavq beradi deb o'ylayman. Sabab bu nafaqat misol uchun foydali vaqt o'tkazish bo'ladi, bir vaqt o'zida bir o'q bilan ikki quyonni ursa bo'ladi. Undan tashqari ilm ham bo'lib qoladi o'sha o'qigan narsamiz. Shuning uchun bu gapim bilan aytmoqchimanki, xudo xolasa mana shunaqa tadbirlarni biz o'zimizni tashkilotimiz doirasida ham xudo xolasa yaqin kelajaklarda qo'llab-quvvatlashni boshlaymiz. Bu ishni tashabbuskorlariga kattakon rahmat. Sizlar sabab mana xalqimiz, yoshlarimiz yanada ko'plab yaxshi kitoblarni o'qishga muvaffaq bo'lishmoqda. Rahmat. Rahmat Jahongir aka. Salomat bo'ling. Kitob taqdimotlarini yo'lga qo'ysangiz, sizni dargohga ham mehmon bo'lamiz, nasib etsa. Rahmat. Kitobda insonga ta'siri haqida Jahongir aka juda to'g'ri fikrlarni aytib o'tdilarda. Haqiqatan ham yaxshi ma'noda ta'sir qiladi kitob. Yagona narsa kitobini kecha yigitlardan so'raganimda Farruxbek bizga yetkazdilar. Rahmat avvalo. Kitobni o'qib chiqdimda, men o'zimga ham juda ta'sir qildida. Hamma ishga e'tibor berishga harakat qilar ekanman-da, hamma ishni qilishga harakat qilar ekanman. O'shalarni ayrimini bajarishga harakat qilyapman bugundan boshlab. Rahbarimdan gap eshitib qolmasam bo'ldi, Shahzod aka. Aytaman, agar nimaga bunaqa ish qilyapsan desa, asosiy mavzuni, asosiy voqealarga qaratmoqchiman, asosiy eng avvaldagi ishga qaratmoqchiman. Tadbir boshida aytganim, har bir insonning yashirin qobiliyati, yashirin iste'dodi bo'ladi va o'shani namoyon qilishga qaratilgan kitob hisoblanadi. Yagona narsa kitobi o'qib chiqishni albatta tavsiya qilamiz va bitta yigitlardan iltimos qilamiz, bir yaxshi loyihani yo'lga qo'ygandik. Agar imkoni bo'lsa, mana shu kitobni Farruxbek olgan holda mehmonlarimizdan imzolarni olsaga, mehmonlarimizdan. U tayyor bo'ldi, tushunarli. Shaxsiga endi batafsil yagona narsa kitobi haqida ma'lumot bersangiz, men o'zim birinchi kitobni qo'lga olganimda nomiga e'tibor qaratdim-da, yagona narsa. O'ziga tortadigan nom. Xo'p, Aziz aka yegularcha gapirib turaman. Aziz aka yo'lda ekanlar, keladilar xudo xolasa. Xo'p, kitob haqida ozgina gapiradigan bo'lsa, kitob yagona narsa kitobi 2013-yilda nashr qilingan. O'zi o'qituvchi tomonidan yozilgan, muallifi biznes trening bo'lganlar, hayot darslarini o'tganlar. Shuning uchun kitobning strukturasi ham, arxitekturasi ham juda yaxshi yozilgan. Ya'ni kitobning g'oyasi o'qigan paytda bizga nimanidir o'rgatmaydi. Ya'ni kitob boshlanishidan odatda bunaqa kitoblar mana bunday qilsang yaxshi bo'ladi, mana bunday qilsang yomon bo'ladi, mana bunday qilsang foydali bo'ladi, mana bunaqa qilsang zararli bo'ladi deb aql o'rgatish bilan boshlaydi o'zi. Lekin bu kishi kitobning arxitekturasini juda yaxshi tuzganlar. Xo'p, kitob birinchi o'z g'oyasi nima, yagona narsa nima ekanligini tushuntirib beradi. Undan keyin o'zi kitobni hali aytgandek arxitekturasi buzish,
poydevor qo'yish va uni ustiga bino qurish asosida yozilgan. Demak, birinchi kitobda umumiy g'oya bilan tanishtirganlaridan keyin bizni hayolimizda bo'lgan, zehnimizda bo'lgan va biz uni buzishimiz, yo'qotishimiz kerak bo'lgan illatlarni sanab o'tadilar. Bizni hayotimizda mana bu illatlar borki, biz ularni hayotimizdan chiqarib tashlaydigan bo'lsak, mana bunaqa bo'ladi deb tushuntirib beradi. Undan keyin binoni poydevorni qurishni o'rgatadi. Ya'ni bizni yagona narsamiz nima? O'sha savolni qanday qo'yishimiz kerak va uni javobini qanday qo'yishimiz kerak degan narsani qo'yadi va kitobni oxirida oxirgi bo'limida mana shu yagona narsani qo'ygandan keyin, savoldan javob topganimizdan keyin uni qanday amalga oshirishimiz kerak, mana shuni tushuntirib beradi. Ya'ni kitobni boshidan boshlab to oxiriga kelgan paytda inson yagona narsa g'oyasini o'zida qabul qilib oladi. Xo'p, birinchi o'zi hali aytganimizdek yagona narsa g'oyasi bilan tanishtirishni boshlaydilar. Nima degani o'zi yagona narsa? Muallif aytadiki, hayotimizda juda ko'p, muallifning o'zi uslubi ham juda yaxshi. Xo'p, faqat falsafa qilmasdan hayotiy misollar bilan, o'zini hayotda bo'lgan misollar bilan, qanaqadir latifalar bilan biz taniydigan, dunyoda mashhur bo'lgan odamlarning hayotlaridan ham misollar keltiradi. Kitobni ham xuddi shunday o'zini hayotdan misollar keltirish bilan boshlaydi muallif. Xo'p, meni hayotim mana bunday boshlanuvdi, mana bu muammolar bo'ldi. Meni biznesimda mana bunaqa bo'luvdi, muvaffaqiyatsizlikka uchrayotgan edim, lekin oxirida mana bunaqa bo'ldi deb boshlaydi. Xo'p, keyinchi desa, keyin yagona narsa nima o'zi degan savolni qo'yadi-yu va unga javob beradi. Xo'p, biz hayotimizda hamma narsani eng muhimi deb o'ylab, hamma narsaga harakat qilishga ulgurishga harakat qilamiz. Bizni odatda jadvalimiz bo'ladi uydan chiqayotgan paytda. Bugun mana shu ishlarni bajaraman. Mana shu ishlarni bajaradigan bo'lsam, bugungi hayotim befoyda o'tmagan bo'ladi. Bugungi natijalarimga erishgan bo'laman degan gapni aytadi. Gap bilan boshlaydi. Hammamiz shu ishga harakat qilamiz. Odatda hayotimizda bu narsa bizni stressga tushirib qo'yadi. Odatda bizni muvaffaqiyatsizlikka yetaklaydi. Muallif shu bilan boshlaydi. Va buni yechimi nima degan savolga umumiy tarzda qilayotgan ishlarimizni imkon boricha toraytirish ekanligini aytadi. Ya'ni imkon boricha toraytiraversak, diqqat doiramizni o'sha ishda muvaffaqiyatga erishamiz va bu muvaffaqiyatimiz bizni boshqa narsalardan behojat qiladi yoki o'sha narsalar umuman hayotimizdan chiqib ketadi degan masalani qo'yadi. Buni bir qancha falsafalar bilan tushuntirishga harakat qiladi. Misol uchun kitobda domino effekti degan narsa bor. Domino effektini ham ikkita misol bilan tushuntiradi. Birinchisi 2009-yilda Niderlandiyada domino ishlab chiqaradigan kompaniya 4,5 millionga yaqin dominolarni terib chiqadi va uni birinchi dominoni surib olish bilan butun 4,5 millionga yaqin bo'lgan dominolar toshi yiqiladi. Muallif aytadiki, seni bugun tanlab olgan birinchi harakating seni juda katta natijalaringning boshlanishi hisoblanadi va oxirida o'zidan juda katta natijalarni olib keladi deydi. Keyin ikkinchi tadqiqotni aytadi. 1983-yilda o'tkazilgan tadqiqotda unga ko'ra bitta domino toshi o'zidan 2 barobar katta bo'lgan domino toshini yiqitishga qodir bo'ladi. Demak, birinchi domino toshi 5 sm bo'lsa, ikkinchisi 10 sm bo'ladi. Lekin 15-inchisi Pisa minorasi bilan barobar bo'ladi. 31-inchisi Eiffel minorasi bilan barobar bo'ladi. 57-inchisi Everest tog'idan 900 metr balandda bo'ladi. Xo'p, yana 100-inchisiga borgan paytda yer bilan oy o'rtasidagi masofada bo'ladi. Ya'ni bizni bugun boshlab bergan bitta harakatimiz, eng muhim deb topgan harakatimiz bizni kelajakda bo'lgan katta natijalarga yetaklaydi deb boshlaydi. Xo'p, kitobning endi ikkinchi bo'limida, ya'ni miyamizda bo'lgan ortiqcha narsalarni, hayotimizda bo'lgan ortiqcha narsalarni buzishimiz kerak. Bizni aldaydigan yolg'onlar deb boshlaydi. Birinchi yolg'on, muallif keltiradigan yolg'on, hamma narsaga ulgurishim kerak degan yolg'on. Ya'ni biz hayotimizdagi hamma narsani eng muhimi deb boshlaymiz va hammasiga erishishga harakat qilaveramiz. Bu bilan biz butun vaqtimizni band qilib qo'yamiz. Doimiy ravishda stressda bo'lamiz. Xo'p, hamma narsaga ulgurish mumkinmi desa, muallif hamma narsaga ulgurish mumkin deydi. Lekin o'ylab ko'r deydi. Hamma narsaga ulguraman deb sen nimalarni boy berding? Birinchisi umringni boy berding deydi. Ikkinchisi oilang bilan o'tkazadigan shirin suhbatlarni boy berding.
hayotingda do'stlaring bilan bo'ladigan yaxshi lahzalarni, ilm olishga sarflaydigan vaqtingni boy berding. To'g'ri, ishingda muvaffaqiyatga erishding, lekin mana shuncha narsani boy berish evaziga ishda muvaffaqiyatga erishish arziydimi yoki yo'qmi deydi. O'zini hayotdan ham misol keltiradi. Men kompaniyamda xuddi shunaqa ishlardim. Ertalabdan kelib olardim. 8da ish boshlanadigan bo'lsa, 8dan 1 minut o'tgan vaqtda kelgan kishini ishga kirishga qo'ymasdim. Xo'p, ham doimiy ravishda shunaqa ishlardim deydi. Va oxiri nima bo'ldi? Kompaniyam juda katta tezlikda o'sishga erishdi, lekin meni shifoxonaga yotqizib qo'ydi deydi. Ya'ni kasal bo'lib qolganini aytadi. Ya'ni bu bizni doimiy hamma narsaga urish harakatimiz, qilgan ishlarimiz bizni ko'p
tushunarli emas. Qaysi biri? Marhamat. Savol bormi? Sizda bor. Assalomu alaykum. Xo'p, men muharrir do'stimizga savol bermoqchi edim. Endi ba'zi bir kitoblarni tahririda, masalan, agar tarjima jarayoni qiyinroq bo'lgan, ya'ni tarjima og'ir bo'lgan bo'lsa, muharrir ishi ham ko'payib ketadi. Kerak bo'lsa ba'zi o'rinlarda qayta yozilgan holatlar ham bo'ladi, ba'zi bir jumlalarni. Xo'p, endi bu kitobni tahrir jarayoni qanchalik sizga bir qiyin bo'ldi yoki yengil bo'ldi? Shu o'sha tahrir jarayoni haqida ham ozgina gapirib bersiz. Endi bu javob sal privet bo'lgani yaxshi edi, chunki masalan tarqalsa tarjimon ko'rishi mumkin. Bizda xo'p, ochiqroq gapiradigan bo'lsak, tarjima, tahrir degan narsada tarjimonlikka da'vo qiluvchi chet tilni yaxshi bilishi bilan o'zini, ya'ni men sen nega ishga olishim kerak desangiz, chet tilni yaxshi bilishini birinchi o'ringa qo'yadi. Vaholanki tarjimonlikda ham turi ko'p, gid bor, boshqa bor, sinxron tarjimonlik bor. Bu badiiy tarjimaga kiradi. To'g'ri? Kitob non-fiction, baribir matn. Badiiy tarjimada ona tilni yaxshi bilish kerak. Sinonimlar, boshqa. Bizning tarjimonlarimizning kamchiligi shunda, ya'ni chet tilni yaxshi bilish mumkin, lekin buni o'zbek tilida kalka degan narsa bor. Ya'ni ingliz tilini gap qurilishi boshqa narsa, o'zbek tilida boshqacha. Til tabiiy xususiyatlari bor, boshqacha. Ya'ni uni ingliz tilini qolipida qilib qo'yadi o'zbekchani. Va tahrirlashda shu siz o'shani o'zbekcha qilishingiz kerak-da. Ya'ni bunda ham deyarli shunaqa bo'lgan. Endi bu gaplar menimcha nima qilmas kerak. Tushunarli, rahmat. Bular sartarosga o'xshaydilar muharrirlar. Kimni tarjimonning ishini olgan paytda bu bo'lmabdi tarjimasi deydilar. Hamma ishni men qildim deydi o'zi. Shu ko'proq pul bersin deymiz. Albatta. Rahmat. Javob uchun rahmat aytamiz. Savollar bormi? Yo'qmi savollar? Hamma sizda bor-a savol? Marhamat, singlim. Assalomu alaykum hammaga. Avvalambor o'zim rus hayajonlanyapman hamon oldi. Xo'p, shunday kitoblarda ko'pini o'qiganman, diqqat, atom-odatlar, shunday intizomni, diqqatni kuchaytiradigan, lekin har doim bitta narsa bo'ladiki, bitta narsani oldimga qo'ygandan keyin ertaga qilaman deb turib biror ish chiqib qoladi, uni surib boraman. Qanday qilib buni biz o'zimiz hayotimizga tatbiq etishimiz mumkin? Ya'ni shu istagan niyatimizni qiladigan ishimiz qanday tatbiq etsak bo'ladi? Hammani qiziqtirgan savol bo'ldi. Hammada shunaqa odat bor-a? Ko'pchilikda bor, hammada bo'lsa. Marhamat. Kitobda o'zi ertalash haqida, ya'ni ertaga qilaman deyish narsa haqida ham yozilgan. Nima qilamiz desa, o'sha paytda vaqtinchalik intizomli ishga solamiz deydi. Hamma bizni qiynaydigan, ya'ni ongsiz ravishda bajarishimiz mumkin bo'lgan ishlar bor va bizni kuch sarflab bajarishga majbur qiladigan ishlar bor. O'sha paytda kuch sarflash bilan bajariladigan ishlarni to'xtatamiz u. Faqatgina bitta mana shu, ya'ni o'sha odat bizga haqiqatda kerak deb biladigan bo'lsak, o'sha ishni haqiqatda qilishimiz kerak deb biladigan bo'lsak, o'sha narsaga ahamiyatni qaratib, asta-sekin o'shani odatga aylantirishga harakat qilamiz deydi. Qoniqtirdim javob? Rahmat. Bering. Xo'p, agar savollar qolmagan bo'lsa yoki kimdadir bormi savol? Bo'ldi. Savol javoblarni yopamiz. Rahmat aytamiz. Mehmonlarimizga, Shastoga, Jamoliddin aka, hammaga rahmat. Endi eng